Do'kon, sklad ijaraga so'rab bo'lganlar uchun bu video. Diqqat qiling, adresini tushuntiraman. Bunda yagona darcha shaharniki. Imbiyo'l prokuraturasining yonboshidan kirib keladigan yo'l. Shundan kirib kelasiz asfalt bilan, qarang, domlarning o'rtasida bunda bir do'kon. Ichini ko'rsam hozir konditsioneri, kamera nablideniyalari bor. Birinchi do'kon 70 kvadrat atrofi. Buni narxi, ijara narxi $400. Ikkinchisi sklad uchun bo'ladigan bo'lsa, qarang, bu yonida bor. Fonning avtomat darvoza bilan jihozlangan 1, 2, 3 dona boks. Sana girasiz. Sklad berni kvadrati taxminan bir 250-240 kvadratdan ziyodroq. Men sklad atib, ponni hamma narsa ishlasangiz bo'ladi. Berni narxini egasi $600 deb turibdi. Telefon qilasizlar bilan kelishtirib gaplashaverasizlar o'zingiz. Nima qiziq bo'lsa, biznes etaman, biznes etib yurib, skladlarimni kengaytiraman deb yurgan odam bo'lsa, tashakkür qilasizlar videoni.